Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, obunachilar. Bugun ko'rsatadigan mashinamiz Hyundai Palisade 2.5 gibrid restoran 2025 ga 25 bitka bo'ladi. Minivan desangiz minivan, crossover desangiz crossover. Mashinani ko'rsating ozgina. Bitta zapravka bilan 1000 kilometrdan oshiq masofani bosib o'tadi mashina. Ancha aqlli ishlab chiqarildi. 2025-yildan boshlab rangi qaranglar buni. Orqasiga e'tibor bersalar, Range Rover'ni ham eslatib oladi, orqa morgalari. Oldin undan ham chiroyli chiqqan mashinani. Eng qizig'i mashinamiz kilometrini qaranglar, yurgan kilometri. 29 kilometr masofani bosib o'tyapti. Ko'paytirmasdan olib borib yetkazib beramiz. Holatlari ideal, hamma funksiyalari bor. Panorama lyuklari, cruise control, climate control, abduf, abagrif, padagrif, hamma siz izlagan hamma funksiyasi bor. Faqat bitta 360 yo'q ekan. Eksklyuziv komplektatsiya. 2025 juda ham chiroyli ishlab chiqildi mashina. Past tarafdan yana bir bor ko'rsatib o'taman. Orqasini qarang, buni chiroyliligini. Yetti kishilik varianti. Crossover desangiz crossover, minivan desangiz minivan, 8 kishigacha uchun mo'ljallangan mashinamiz. Orqa o'rindiqlari juda ham keng. Ko'rishingiz mumkin. Meni bo'yim 1.75 atrofida, lekin joyni qarab qo'ying. Buni bemalol o'zimizga moslasak bo'ladi. Orqasida shunaqa joylari bor ekan mashinani. Xo'p, xolodilniy desam yo'q, xolodilniy emas ekan. Ichki ko'rinishi mana shu holatda. Buni ko'tarsak, yana bitta o'rni yaraladi. 8 kishi bemalol chiqib ketishaveradi. 7 kishilik, orqasi ham juda ham keng. Mashinani ko'rishingiz mumkin. Ventilyatsiya tizimlari bor. Orqasida ham mana shuncha o'zimiz uchun moslab olsak bo'ladi. Abduf, abagrif, ventilyatsiya, konditsioner tizimi. Yonlarida stakan qo'yishimiz uchun mo'ljallangan. Eshigini qalinligini qaranglar, buni eshigini qalinligini. Xo'p, eng qizig'i endi mashinani narxi keladigan bo'lsak, narx $43,000. Koreyadan $43,000. Yo'l kirasiga bir $4,000 atrofida yo'l kira minadi. Mashinani katta, gabarit kattaligi hisobidan 47 ming bilan CIP O'zbekistonga yetkazib beramiz. Rastamoshka bojxona to'lovi alohida chiqadi. Hozirgi kunda bojxona to'lovi shu 17 minglar atrofida chiqib qoladi. Qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqsanglar, buni ham chiroyli qilib yuklab yetkazib beramiz.